Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim, tinchmisizlar, tani joninglar sog'mi, bardam baquvvatmisizlar, joninglar sog'mi. Sizlarni hammalarni pikap uzda kutib qolamiz. Xudo xolasa kelinglar, mazza qilib bizani ovqatlarimizdan tanovul qilinglar va bizlar bilan hamkorlikda ishlaylik. Hozir kechki atmosfera yozgi sezonga to'g'rilangan joyimizni ko'rsataman. Qishki joyimizni bilasizlar, atmosferani ko'rgansizlar, to'g'rimi? Endi bu yoqni qaranglar. Sizlar uchun yozda bemalol ovqatlanish uchun, hordiq chiqarish uchun, dam olish uchun joy qilindi. Kelasizlar, salqingina, muzdekkina joylarda ovqatlanasizlar. Kelasizlar, mazzani qilasizlar. Xo'p, aka-ukalar, yana bir narsani aytmoqchiman. Hozirgi paytda, ya'ni hozir mana dalniy время bo'layotgan narsa, Yandex taksida lokatsiya o'ynayapti. Buni ko'pchiliginglar bilasizlar. Hop, bunda nima qilish kerak? Bunda texpodдержкаga yozib, hop, status на месте, status в пути и завершить заказ qildirish kerak. Ya'ni o'zbekchasiga joyida tugmasini bostirish kerak. Hop, kelgan buyurtmani oldim tugmasini bostirish kerak va mijozga topshirdim buyurtma allaqasini. O'zbekchada shunaqa bo'ladi, adashmasam. O'shani bostirish kerak. Faqat texpodдержка orqali. Lokatsiya haqiqatdan o'ynayapti. Mana hozirgi paytda ishlash jarayoni juda ham qiyinlashyapti. Bunaqa holatlarda faqat va faqat dispetcherlar bilan hal qilinadi. Ya'ni texpodдержка. Dispetcher deganda bizani pick-up dispetcher emas, to'g'ridan to'g'ri hop, приложенияларning o'zida, ya'ni programmalarning o'zida texpodдержкаga yoziladi. Ya'ni mana shunaqa ko'rinishda. Xuddi menda ham bo'ldi shunaqa holat. O'sha texpodдержка orqali yo'lga tugmasini ham bostirdim, joyiga tugmasini ham bostirdim. Hammasi faqat texpodдержка orqali bo'ldi. Ishinglar tez hal bo'lishi, zakaz uzilib qolmasligi, hammasi o'zingizlarga bog'liq bo'ladi. Nimaiki muammo bo'lsa, hammasini texpodдержка orqali hal qilsa bo'ladi. Hamma narsani. Xo'p, ba'zi kuryerlarimiz nimadir muammo bo'lsa, hop, pick-up uzga yozishayotgan ekan yoki telefon qilishayotgan ekan, pick-up uz dispetcherlari ham qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilishadi. Qo'ldan keladigan darajagacha. Mabodo qo'ldan kelmasa, aka texpodдержкаga yozing deyshadi. Shu texpodдержка yozing degan paytida siz texpodдержкаga yozib, o'zingizlar muammolarni tez hal qila olasizlar. Xo'p, bularni aytganmanmi yo'qmi sizlarga? Agarda sizlarni hop ilovalar, ya'ni Yandex ilovasi ruscha yozuvda, ya'ni menda ruschada turibdi. Ruscha yozuvda tursa, sizlar texpodдержкаga o'zbekcha, lotincha tillarda yozmaydi. To'g'ridan to'g'ri rus tilida yozinglar. Agarda sizlarda o'zbek tilida turgan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri o'zbek tilida yozinglar. Qaysi tilda turgan bo'lsa, ishinglar tezroq hal bo'lishi uchun xullas o'sha tilda yozish kerak bo'ladi. Ko'pchilik xato qilyapti, ya'ni o'zini ilovasi o'zbek tilida turibdi, lekin rus tilida yozishyapti yoki rus tilida turibdi, o'zbek tilida yozishyapti, texpodдержка javob berishi qiyin bo'lyapti deyishyapti. Yo'q, bu o'zingizlardan kelayotgan ozgina xato. Ya'ni aytganimdek, rus tili bo'lsa, rus tili, o'zbek tili bo'lsa, o'zbek tili. Shunaqa gaplar. Aksiyalarimiz hali ham sizlar uchun davom etadi. Ya'ni pick-up uz oshxonasidan kelib bemalol ertalabki 11 dan 8 gacha ovqatlanib ketsanglar bo'ladi. Atmosferalar vasha zo'r, salqingina, ochiq havoda mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Mazza qilib qaranglar, shunaqa atmosfera chiroyli. Bu yoqda ham televizorlarni ko'rib, mazza qilib ovqatlansanglar bo'ladi. Kelasizlar, obed, ujinni bemalol qilib ketasizlar. Mabodosiga saboy qilib olib ketsanglar ham bo'ladi. Agarda buyurtmalar kech qolayotgan bo'lsa yoki buyurtmaga shoshayotgan bo'lsanglar. Yo'l-yo'lakay sizlar uchun qulay bo'lgan manzil, ya'ni Sultonali Mashhadi 180 adresi bekordan bekor qo'yilmagan. Hammasi sizlarning qulayligingiz uchun. Ko'pchiligiga Labza, Chilonzor ham uzoqlik qilgani uchun, ko'pchilik sentrda yurgani uchun, shu sentrga yaqinroq bo'lgan manzilni sizlar uchun qilingan. Hammasi faqat sizlar uchun.
Tanijoninglar sog' bo'lsin, kimda kim obuna bo'lmagan bo'lsa, girs qilib obuna tugmasini bosib qo'yamiz. Video manzur bo'lgan bo'lsa, dirs qilib like bosib qo'yamiz. Undan tashqari, aka ukalar, kimda kim pikap uziga ulanmoqchi bo'lsa va biz bilan birga ishlab kuryer bo'lmoqchi bo'lsa, bemalol o'sha adres Sultonali Mashhadi 186 deb navigatorga tersanglar, pikap uz ofisiga olib keladi. To'g'ridan to'g'ri. Mana men hozirgi paytda pikap uz ham oshxona ham ofisida turibman. Hozirga tashqaridan ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin, pikap uz yozig'i bilan. Xo'p, Damashnik kuxnya, Jiguli ko'chasi, ya'ni Parkenskiyning orqasidagi ko'cha. Tanijoninglar sog' bo'lsin.